ish izlab yurgan opa singillarimiz uchun yaxshi bir imkoniyat. Ukamiz mana butun Farg'ona viloyatimizga, vodiyga o'zini pishiriqlarini tarqatib kelyapti, zo'r qilib. Hozir pishiriq sexini katta miqdorda kengaytirib, zo'r qilib yurgizyapti. Shunga aka ko'p miqdorda opa singillarimiz, ayol qizlarni ishga taklif qilaman deyapti. Uka, Shunday. endi uka pishiriq pishirishni bilish kerakmi, hunarli bo'lish kerakmi yoki Ishga loyaqati bo'lsa, ishga ehtiyoji bo'lib, harakati bo'lsa, tanjon sog' bo'lsa, hammasini ish bilan ta'minlaymiz inshaalloh. Hammani ishga aynan qabul o'sha qilamiz. pishiriq bo'yicha mutaxassis bo'lish kerak emas ekanda. Qiziqsa bo'ldi. Pishiriq sohasiga qiziqsa bo'ldi. Hurmatli opa singillar, mana sizlarga imkoniyat. Ukamizni telefon raqamlarini qoldirib qo'yaman. Profillarini atmetga qilib qo'yaman. Bemalol telefon qilib bog'lanib, har qanaqa sharoit, imkoniyat, oyliklarni ko'rishib, gaplashib, kelishib olaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin. Bizga menga obuna bo'lish, ukamga ham obuna bo'lish esdan chiqmasin. Har qanaqa yangilik, shunaqa ishlar bo'yicha ham e'lonlar qilib qo'yib turibmiz. Joninglar sog' bo'lsin, hech kim ishsiz bo'lmasin. Rahmat. Manzilda aytib qo'yaman. Farg'ona viloyati Quva tumanida. Qalin po'stin. Qalin postinda mana. Quva tuman markaziga yaqin joyda. Rahmat.